Yana portlatdingmi? Men hamma mebellarni, santexnikalarni yengib olganman-ku. Yana shunaqami? Billat, uyga boring. Yana shuncha ishimdan qoldirdi meni. Hoy, Dinaxon, qayoqqa shoshyapsiz? Jon Enderfoni. Bilasiz, qachon kelishimni? Yo'llarimga chiqib olasiz. Ha, endi Dinaxon qachon kelarkan, qachon o'tarkinlar deb budilnikchamni qo'yib, ding qilishini kutib o'tiribman-da. Qo'ymaysiz, uchariga ekansiz o'zi ham. Ha, yo'l bo'lsin, hali ishdan qaytadigan vaqtingiz emas-ku. Qatlaga yo'l oldingiz. Uyda bitta dog'dir yordamchim bor. Hamma joyda portlatib, hamma joyda suv qilibdi. Ha, endi nima qilasiz? Yomon bo'pti-da. Amunda yordam beradigan, tuzatib beradigan odam bormi endi? Erim ham yo'q. Yigitim yo'q. Farzandlarim ham yo'q. Ko'shku? A? Ayo, o'zim shunchaki ashula aytyapman. Agar yo'q demasangiz, yuring, o'zim yordam berib yuboraman. Erkakni baribir qo'li teggan, hamma texnika, santexnika yaxshi bo'lib ketadi. Voy, nima deyapsiz? Men uyga begona erkaklar olib kirmayman. Voy, nima deganingiz bu? Men begona emasman-ku. 3-4 kundan beri o'sha aka singildek bo'lib qoldi. Mayli, yana o'zingizga qarang, noto'g'ri tushundingiz meni. Voy, joni, tez arazlab qolar ekansiz. Siz meni vashshi noto'g'ri tushundingiz. Ya bo'ldi, men sizni to'g'ri tushundim. O'sha ikkinchi marta shunaqa qilishingiz. Odamga yaxshilik qilaman degan odamni yana nito tushunasiz. O'zingizga qarang. Voy, bilan. Joni, Ha, mayli yuring. Yana kimga ham aytaman? Tuzatsangiz, tuzatib bera qolsangiz zo'r bo'lardi. Uyda Maftuna ham bor. Shu saqlab yuring. ha, xo'p. Yuring, Joni.